naq darsimiz kelsak, darsimizning 6-cı babı PHP'niki kontrol qilish jumlalari, kontrol qilish qurilmalari haqida. Biz bunida sal ichkiga to'xtalamiz, chunki bu har qanday bir tilda, programlalash tilida shu tilga xos bo'lgan programnikini iqimni kontrol qiladigan jumla tamlangan. Bu odatda bek inchiklab bo'lsak 3 bo'limda biz yana odatdagi ustidan ostiga qarab lakinda ijro qilingan shaklar. Ikkinchisi bo'lsa bo'linma holatda ijro qilingan shaklar, uchinchi bo'lsa daryo holatda ijro qilingan shaklar. Biz odatda oldingi soatlik darslarimizda program laylagan vaqtida bizning laylagan programmamiz qanday ma'noda desa, faqat ustidan ostiga qarab lakinda shu holatda biz programni laylagan. Hamda bir programni yozdik, shu programma faqat ustidan ostiga lakin qarta ustidan ostiga qartalam shundalam ijro qilamdi yoki uning boshqa kontrol qilish qurilmasi bormi deganda bor. Ya'ni biz boshqa jumla orqali jumlaningki ijro bo'lish tartibini o'rnashtira olamiz. Ya'ni PHP'dagi jumla faqat ustidan ostiga qarta lakin ijro bo'lmasdan, yana ijro bo'lish yoki bo'lmaslikda biz programni tuzish orqali laylalaymiz, tuzab chiqalaymiz. Yani biz oldingi darslarimizda biz buni tuzgan jumlalarimiz faqat qanday qildi desa, shu ustidan boshlanib oxirigacha shunday tuzlam aqlashgan. Endi buning orasida hammasi ijro bo'lib mangan, hammasi ijro qilgan. Endi mush soatdan boshlab biz boshda mau ijro bo'lsin, undan keyin mau ijro bo'lsin degandek iqimni, ya'ni birinchisida mau ijro bo'lsin, ikkinchisida mau ijro bo'lsin, yoki uchinchisida mau ijro bo'lsin, yoki mau ijro bo'lmasin degandek biz shartni birish orqali jumlaningga ijro bo'linish tartibini belgilash bo'ladi. Biz mushu babimizda, ya'ni 6-cı bab darsimizda mushuni o'rganamiz. Birinchi, ya'ni biz shart jumlamizning orasidagi birinchisi bo'lsa if qurilmasi. If qurilmasi ya'ni agarda degan ma'noda chiqadi. If qurilmasi undan keyin bu yerga bir tal shart, ya'ni ifoda. Undan keyin jumla keldi, oxirlashadi. Bu yek tipdagi shart jumla hisoblanadi. Şartlık cümle. Yoki jumlasak bo'ldi, shartlik jumlasak bo'ldi, faqat bir aylish belgisi. Men batdan buni quray. Batdan buni qo'ygandan keyin endi men bizniki mushtaq so'zlamoqchi bo'lgan birinchi qurilmamiz if jumlasi. Endi if jumlasi bo'lsa, uyg'urcha ma'nosida agar degan ma'nosi chiqadi. Ya'ni masalan, agar yomg'ir yoqqan bo'lsa, men kunlik bo'lay, agar yomg'ir yog'magan bo'lsa, men kunlik bo'lmay shunaqlam sirtqa chiqaveray degan bo'lsa, mushuni biz kompyuterda qanday uqtiramiz degan ma'no. Masalan, if jumlasiniki agar degan ma'no chiqadi, biz shu orqali ifodalab baqala. Masalan, ben bir tal o'zgartirish miqdor oldim. O'zgartirish miqdoriga qandaqlar bir qimmatni berdim men. Ya'ni bu yerda degan qimmatni berdim. Mana cho'qim kod yozgan vaqtimizda chekit berishni hamsi shu ingliz holat bo'lsin. Xatolar chiqib qoldi bo'lsa. Oldim. Endi o'zgartirish miqdoridan buni oldim. Endi agar yomg'ir yoqqan bo'lsa, shunaqa. Agar yoki yomg'ir yoqqan bo'lsa, yana agar aniki qimmatda shunga tang bo'lsa, ya'ni yomg'ir yoqqan bo'lsa, endi men yomg'ir yoqqan bo'lsa, endi men kunlik deb olashim, nima? Eko kunlik e'lon. Kunlik e'lon.
Kunlik ilo'lan. Men mush jumlani ijro qilib o'tay. Buning uchun oldindan saqlash kerak, saqlab o'tdim. Controldan asli bisib. Ijro qildim, ijro qilgandan keyin. Mavi yakki tiplik. Yakki tiplik ayırışımız yani yakki tiplik cümle. If'ninki Uyg'urcha ma'nosi agar degan ma'no chiqdi. Agar. Bizcha agar degan ma'no chiqdi. Agar. Men ichib ko'ray. Kunlik ilo'lan deb chiqibdi-ku. Kunlik ilo'lan deb chiqibdi. Agar buning qiymatini men o'zgartirib olsam, hamda yana saqlab o'tib, boshqandan keyin bu hech nima chiqmadi. Endi ijro qildimmi deganda ijro qilmadi. Nima ijro qilmadi? Biz oldingi o'rgangan programmalarimizda boshdan oxir ijro bo'lgan. Nima endi ijro bo'lmaydi? Chunki bu shartni hozirlamadi. Bu yerdan shart har doimo masalan deb o'tib deb qo'yay. Bu yerdagi shartning qimmati logik qimmat bo'ldi. Rost va yolg'ondan iborat logik qimmat bo'ldi bu shartning qimmati. Masalan, A ning qimmati bo'lsa, o'zgartirish miqdori A ning qimmati hozir bu yerda yomg'ir yog'madi degan so'zga teng. Yomg'ir yog'di degan so'z teng bo'lmag'achqa, bu yerga chiqadigan qimmat, bu yerdan chiqadigan qimmat bo'lsa, nima deganda, ya'ni yolg'on degan qimmat chiqadi. Yana false degan qimmat chiqadi. Buningki qimmati false bo'lganda ijro qilmaydi. Yana if jumlasi. Agarda uningki shartda, if jumlasiniki shartiniki qimmati false, ya'ni yolg'on bo'lganda ijro qilmaydi. True bo'lganda, rost bo'lganda, qimmati rost bo'lganda, qirvat qilinglar, cho'liq kerak musofiqlik o'qitishibniki PHP programmalashtirsa. Yana bo'lsa, bu ixtimoq dars haqsiz. Birinchininki 20 kun boshlab Iroq musofiqlik haqida so'rashtirildi. Qatnashganlarni qisman qarshilayman. Ikkinchi tarmoq jumlasi, ya'ni bo'linish jumlasining ikkinchisi bo'lsa, switch qurilmasi. Yana vyuklachatul jumlasi deb ataldi. Ko'p tarmoqli bo'linish jumlasi. Yani köp bölünüş cümlesi. Switch cümlesindeki ifadesi bo'lsa, switch lekin bir shart keladi. F cümlesiga o'xshash shartdan bir keladi. Ondan keyin shu shartga aloqador qimmatlarni biz tizib chiqarib beramiz. Shu qimmatga mos kelgan jumlani ijro qildi, qolgan ijro qilmay atlab o'tib ketdi. Masalan, men switch cümlesi orqali bir ifoda ishlayla, men har kuni chiqaray. Kun deb chiqaray masalan. Kun. Bu tam olsun, bir olsun. Hozircha bir degan qimmatni bilib turay. Switch. Buningga men kundagi o'zgarish miqdorini yo'llab qo'yib beray. Undan keyingi qurilmalar. Case. Yana case birinchi qimmati bo'lsa, buniki 1 bo'ldi. Undan keyin equal birinchi qimmatni olganda bugun bo'lsa dushanba deb chiqaray. Dushanba. Buni oxirlashtirdik. Undan keyin har doimo bu yerga break jumlasi birga keladi. Nima deganda bir ijro qilgandan keyin ham qolganlarni ijro qilmasdan bu yerga men bu qurilmani qilib bo'ldi ko'chirib chaplatib o'zgartirmasa bo'ltirib. Bu bo'lsa 1, bu bo'lsa 2, bu bo'lsa 3, bo'lsa 4, bu bo'lsa 5. Hamda qolgan oxirisiga default. Bunga ma'lum bir jumla yana defaultga equal demela. Ondan keyin yana bir tal break. Qoldi.
asosiy jumla mana shunday bo'ladi. Bakın. Qurilmasi. Endi switchni o'ziga kelsak, switch bo'lsa, выключатель jumlasi yoki ko'p tarmoqli bo'linish jumlasi deb ataladi. Case bo'lsa, quta degan ma'noda yoki tanlash degan ma'noda bu yerga miqdor keldi, miqdor. Ya'ni o'zgaruvchi miqdor keldi. Shu miqdorniki agar qiymati rost bo'lsa, yana shu nol bo'lmasa yoki yolg'on bo'lmasa, yolg'on bo'lmagan holatda ijro qildi. Ya'ni qiymat rost bo'lganda ijro qildi. Miqdor qiymati rost bo'lsa ijro qildi. Rost bo'lganda ijro qildi. Rost bo'lganda ijro qildi. Endi agarda miqdorning qiymati rost bo'lganda ijro qildi, mushu miqdorning qiymati bilan tövəndəki mush case'niki yana turgan qiymatlarni o'zaro solishtirdi. Qaysi mush qiymatga, ya'ni mush miqdorning qiymati bilan mushu qiymat teng bo'lgan vaqtida eco shuni munosabatli bo'lgan jumlaningki tarmoqini ijro qiladi, qolganlarini ijro qilmaydi. Nimasiga ijro qilmaydi? Endi mush break jumlasi bor, break jumlasi biz keyinchi deymiz. Break jumlasi bo'lsa, navbatdagi mushu qurilmadan, mushu bo'linishni chekinib chiqishni ifodalaydi. Case'ning bo'lsa kichik quta yoki bo'lmasa tanlash degan ma'nosi chiqadi. Shuni bilib olsanglar bo'ldi. Endi demakchilik, masalan, agarda kun, ya'ni bir vaqtida, kunning qiymati hozir 1. Unda esa bu kunningki 1 degan qiymat bilan case'ning hozir shu 1 degan qiymati tangwa, unda bo'lsa ijro qilingan qiymat bu. Bugun bo'lsa dushanba. Endi biz 2 bo'lgan vaqtida seshanba chiqish bo'ladi. Buniga seshanba deb o'zgartirib o'tay. 3 bo'lganda-chi chorshanba chiqish to'g'ri bo'ladi. Chorshanba. 4 bo'lganda payshanba. 5 bo'lganda juma. 6-7 bo'lgan vaqtda-chi damilang deblam chiqsin. 6-7 bo'lgan vaqtida default bo'lsa hech qanday boshqa qiymatlarni olmagan vaqtida default yana hech qanday boshqa qiymatlarni olmaganda ko'ngildagi qiymat deblam shuni ijro qilib bersin. Demakchilik bu qurilma tugida men buni control s bosib saqlab ijro qilib o'tay. ijro qilsam bugun bo'lsa dushanba, bugun bo'lsa seshanba hammani ijro qilib turibdi menga. Hammani ijro qilib turibdi. Demak break jumlasini e'tibor olmagan chiroy bu yerga break jumlasini biz qo'shgan vaqtida cho'qim qo'shishimiz kerak bo'lmasa jumlani ijro ullab hammasini ijro qilib o'tib ketib qoladi. Hozir bu yerda break jumlasini bu e'tibor olmay lekin atlab o'tib ketib qolibdi. Bo'ldi, control asini qilib saqladim. Yana bitim yurgizay. Buni yana ullablam oxirgi ullablam chiqarib qo'ygan. Ham demakchilik break jumlasini hozir e'tiborga olmayapti. Endi agarda biz shunaqa 2 degan qiymatni berib baxsak, men mishada break jumlasini xato yozib qo'yibman. Break jumlasida mana bir tal holatda. Endi qaraydigan bo'lsak, ochiq so'zlarni o'zgardi. Shu break jumlasida yozmasak yuqoridagi holat chiqdi. Hamda o'zgartirgandan keyin men endi qaraydigan bo'lsak, yana hozir bir vaqtdan keyin bugun bo'lsa dushanba. Endi mishadagi break jumlasining roli shu. Ya'ni break jumlasi bo'lsa, navbatdagi shu jumladan chekinib ketish. Masalan, breakniki kunning qiymati 1. Ya'ni 0 bo'lmagach yoki kunning qiymati rost bo'lgach bu switch jumlasi tövəndəki jumlani ijro qildi. Ya'ni shu qurilmadagi barliq jumlani ijro qildi. Rost bo'lsa
rost bo'lsa ijro qiladi. Rost bo'lsa tuvandagi qurilmani ijro qiladi. Tuvandagi jumlani ijro qiladi. Yana mishal miqdorning qiymatda rost bo'lganda tuvandagi qurilma ijro qiladi. Hamda kunlikka mush miqdorningga qiymat bilan keysning mishal berilgan qiymatlarni o'zaro solishtirib berdi. Qaysi mush kunlikka miqdorningga qiymatiga teng bo'lsa, shu qurilmadagi jumlani ijro qildi, qolganini ijro qilmay, sakrab jumladan atlanib chiqdi. Hamda agarda men buni qiymatini 2 qilsam-chi. 2 qilsam, bu yerga hozir kunninki qiymati 2 bo'ldi. Demaklik, kun 2 degan qiymat oldi, bu yerning 2 bo'lgach rost bo'ladi. Rost bo'lsa 2 ni oldi bilan buni bilan solishtiramiz. Solishtirsak buning teng emas, shunga buni ijro qilmaydi. Ham solishtirsak buning teng, buni ijro qildi, qolganlarini ijro qilmaylam, birak jumlasi qolganlarini ijro qilmaylam, jumlani atab chiqdi. Men buni control S bilan saqladim. Bir qator ijro qilay. Ijro qilsa, bugun bo'lsa seshanba. Endi 3 ni basamchi. 3 ni basam. Aldidan 3 ning kunning qiymati 3 bo'lgach, yana mishada men deb o'tay, agar kunning qiymati 0 bo'lib qolsa qanday bo'lmoqchi? 0 bo'lsa ijro qilmaydi. Nima ijro qilmaydi? 0 bilan false o'xshash qiymatda tangdash ikisi. Gapni ochiqqa. Shunlashqa false yani yolg'on bo'lganda ijro qilmaydi. Faqat rost bo'lgan ijro qiladi. Hamda 3 ni basam, kunning qiymati 3, rost bo'lgachqa tuvan jumlani ijro qiladi. Hamda mush kun bilan tuvandagi miqdorlarni case'ningga bilgan qiymatlarni solishtirib berdi. Buni bilan solishtirda teng emas. 2 bilan solishtirsak teng emas, 3 bilan solishtirsak bu teng. Unda qolsa mushu qiymatni ijro qilsa, bugun bo'lsa chorshanba. Mushuni chiqarsa to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Hamda agarda men bunga 7 yoki 9 deb qiymat berib qo'ysam-chi. Demedim. Demiş şunday çıkıyor çünkü bir yerlerde 7 dediğin qiymat yo'q. Va case'ninkida 7 degan qiymat tuzmagan. Shunday chiqib bu ko'ngildagi qiymat deb, ya'ni default ko'ngildagi qiymat default shu. Default ko'ngildagi qiymat deb buningga echo demeling degan mush jumla ijro qildi. Keyin break orqali bilan buni birlab qo'yamiz. Bu eng oxirdagi jumla bo'lgach, breakni biz ishlatmasak bo'ladi. Chunki bu eng oxirda emasmi? Ammo lekin yozib qo'yaylik. Hamda mishadagi miqdorlarni birdan tushuntirib o'tay. Birinchisi bo'lsa switch ma'nosi bo'lsa virgulchatil yoki ko'p tanlash degan ma'noda. Switch ma'nosi ko'p tanlash yoki virgulchatil degan ma'noda. Ikkinchisi bo'lsa case, ya'ni tanlash yoki quta degan ma'noda bu. Birinchi quta, ikkinchi quta, uchinchi quta, to'rtinchi quta deganga o'xshash. Hamda bu birinchi casening indeks bo'lsa qiymat. Bu qiymatni biz mishadagi miqdorning qiymati bilan solishtiramiz. Miqdorning qiymatini mishadagi qiymat bilan solishtiramiz. Miqdorning qiymati mishadagi qaysi qiymatga to'g'ri kelgan vaqtida shu jumlalarni ijro qiladi. Uchinchisi bo'lsa miqdor. Miqdor muhim, shu miqdorning qiymati orqali mishadagi jumlalar o'rnatildi. To'rtinchisi bo'lsa break. Yani break bo'lsa, break esa diqqat qilinglar, men xato yozib qo'yibman. Break bo'lsa, shu jumladan yoki butun bir jumladan chekinib chiqishga ko'ksidi. Beshinchisi bo'lsa default. Default bo'lsa ko'ngildagi holat yoki ko'ngildagi programma deganni bildirdi. Mush default, ya'ni hech qanday boshqa qiymatlar bo'lmagan vaqtda mushni ijro qiling degan ma'noda. Demak, bizningki switch qurilmasi bilan tanishimiz mushada axlashda. Bu soat darsimizni yoqtirib ko'rganlarga rahmat, xayr xo'sh. Ko'rib qilinglar, cho'loq yiroq musofir qo'qtisibiniki PHP programmalash darsiga. Darsimizniki asos mazmun kelsak, bu soat darsimizda biz davrinishimizni so'zlab o'tamiz. Davrinishniki birinchi tarmoq bo'lgan while jumlasi. While jumlasining qurilmasi bundaq. While jumlasi yana shart rost bo'lsa, ya'ni hozirlansa yoki qurilsa, jumla ijro qildi, qurilmasa davrinishdan chiqib chiqdi. Bu hozir davrinish jumlasi, ya'ni aylanish desek bo'ldi, davrinish jumlasi desek bo'ldi. Davrinishni qanday tushunsak, masalan buni bir kun desek, bir kun masalan atdik qo'yibdik. Yuzimiz yudoq, tamoq yedik, kun kech bo'ldi, uxladik, atsiyana
o'nda qopdiq, yüzümüz yuduq, tamoqni yuduq, shundaq aylanishni biz davrilik deb ataymiz. Davrilik deb ataymiz. Aylanish. Demakchilik masalan, men while cümlesini tuzib chiqsam, while cümlesinin qurilmasi. True bo'lsa ijro qildi, false bo'lsa ijro qilmay otilib chiqdi. While cümlesi. While. Birinchisi olib shart, ikkinchisi qurilma. Yana masalan men yerga bir tal jumla beray. Hamda men o'zgarish miqdor I deb buningga 10 degan qiymatni beray. Masalan biz eng oddiy qilib yoki 0 deb bir qiymatni beray. 0 ni basam bo'lmay qanchiray. Chunki 10 deb beray. Hamda agarda o'zgarish miqdor ayni qiymatda 0 dan cho'ng bo'lsa, undan keyin menga tarixda equal menga tarixda shu o'zini chiqarib bersin. Ya'ni men shu 10 dan boshlangan, 10 dan birgacha bo'lgan butun sonlarni urib chiqaray. Ya'ni maqsad nima desa, maqsad 10 dan boshlangan yoki 10 dan boshlangan birgacha bo'lgan butun sonni urib chiqarish. Endi buni biz 10 qildik, buning uchun bo'lsin. Bu birinchi qitimda men shuning o'zini chiqarib beraman. Hamda ikkinchi qitimda agar men buni shundoq chiqarsam, sizlar o'ylab qo'yinglar, cho'qim qandaq oqibat yuz berar. Control aslan saqladim. Yurgizdim, ijro qildim. Qandaq ular 10 deb chiqarib, mana yerda chiziq bizningki kompyuterimiz qatida. Lekin imkon bor sizlar unda qilmanglar. Birdan buni qitib bo'ldi. Unda qatadigan yozmanglar. Shundaq yozsanglar, o'lik aylanish yani qatida. Program shundaq yozgandan keyin ham qatida. Nima qatida? Har doimo bu 10 0 dan cho'ng. Har doimo 10 0 dan cho'ng. Unda qos mush davrinishni 10 deb bosiversa, buning bu bir tal programniki boshlanishi va oxirishi bo'lsa, bundaq programni o'lik aylanish yoki o'lik aylanish bundaq vaqtda programma ijro qilgan vaqtida qitish hadisini keltirib chiqaradigan gap. Qatidi yani 10 deb chiqarib qatidi. Demakchilik bu qitishni yoki programning shundaq qatadigan programni shundaq yozadi. Endi biz shu ayni shundaq berdik. Endi birinchi qitimda 10 olsun, ikkinchi qitimda 9 olsun. Ashunaq urish uchun har qitim 1 skem mas bo'ldi-ku. Unda vaqtda men ay o'zligini kemib olsun. O'zligini kemib olish uchun birinchi qitimda albatta chiqarib bo'ldi buni. Unda men buni bo'ldi mayli, keyin yozib qo'yaveray. Bo'ldi. Har doim shunday bo'lsin. Endi buni saqlab o'tib ijro qilay. 10-chi qurtida men oxirlashtirish belgisi bormi yo'qmi? Oxirlashtirish belgisi bor ekan. Mana shu yerga biz bir tal bir bunda belgini qo'yatmayapmiz. Bo'ldi. Endi 19 8 7 6 5 3 4 2 1. Endi navbat kerak. Bu yani biz 100 o'zgartirsak, 100 ga chiqib bo'lgan sonlar chiqadi. 1000 o'zgartirsak, 1000 ga chiqib bo'lgan sonlar chiqadi. O'xshash. Yana 1000 dan tortib 1 ga chiqib bo'lgan sonlar chiqadi. Endi biz har doim bu shartni bergan ekanmiz. Shartni hamon bir qitim
hazırlanmaydigan halak to'g'rilishimiz kerak bo'lmasa o'lik davrlanish hadisi yuz berdi mana bu while jumlasiniki ishlash prinsipi while undan keyin bir tal shart undan keyin ijro qilingan programma yozamiz bu while jumlasining qurilmasi bo'ldi darsimiz bu yerda oxirlashdi bizniki bu darsimiz bo'lsa hamda duval jumlasi bilan while jumlasi asosiy jihatdan o'xshash ammo o'xshamaydigan bir yo'l shuki duval jumlasida faqat bo'lmagan holatidami ya'ni shart xato bo'lgan holatidami yoki shart qurilmagan holatidami cho'qim bir qitim ijro qiladi ya'ni avval ijro qilib keyin shartni tekshirdi avval ijro qilib keyin shartni tekshirdi masalan man avval ijro qilib keyin shartni tekshirdi masalan man bu yerga duval andan keyin ijro qilingan jumla avval ijro qilib keyin shartni tekshirdi masalan bu yerga equal miqdor I bu ismimiz bo'lsin bir jumla boshlandi cho'qim oxirlashtirganga biz uni oxirlashtirish uchun bundan balkim sizlar 2 nab basanglar mayli 3 nab basanglar mayli masalan men har doim masalan men hozir 100 dan boshlandi undan sonra men 100 dan boshlangan jupsalarni chiqaray unda qanday qilman jupsani chiqarish uchun har doim o'zini 2 nab basam bo'ladi shundaymi har doim o'zini 2 nab basam jupsalarni chiqardik shundan chiqib mana jupsanlar malay bo'ldi her daim cüpsanlam çıkıp basın qağan aman kürk yok. Anda asa şart while. Demek başta kıldı keyin şartını tekşiraydı. Yani ay degenimiz nölden çoğ. Bunu mava bir duval cümlesinin şekli kurulmuş buldu. Saklıtıp icra kıldım. İcra kılsam 198, 97, 94, 92, 90 deb mana bütün yana 2dan boshlangan 2dan 100gacha bo'lgan jupsallarni chiqarib berdi. Endi biz oxirida bu 0 chiqmabdi, ammo 0 ni chiqib tutsak qanday qilsak bo'ladi? Mishiyaga cho'ng yoki tang shundaqmi? Cho'ng yoki tang qilsak 0 gacha bo'lgan sonlar chiqadi. 0 dan 100 gacha bo'lgan jupsallar, ya'ni 0 dan 0, 2, 4, 6, 8 deb 0 dan 100 gacha bo'lgan jupsallar chiqadi. Endi men taqsani chiqartdim desak qanday qilamiz? Taqsani chiqaramiz desak mishani 100, undan keyin 100 dan keyin 100 ning o'zi ham taqsan emasda. Bu taqsan chiqarmasak 99 qilib 99 dan har doim 2 ni aylib qilsak taqsan chiqadi. Shundan chiqib biz taqsanni ishlamdik, hozir jupsallarnikini chiqardik. Demakchilik duval jumlasi bo'lsa avval ijro qiladi, andan keyin shartni tekshiraydi. Avval ijro qiladi, undan keyin shartni tekshiraydi. While jumlasi bilan azroq o'xshaydi. Ya'ni while jumlasi bo'lsa qanday qiladi? Avval while jumlasi avval shart. Ya'ni avval shartni ijro qildi. Anki cümletinle yani andın cümlesini icra qildi mandaq equal degan ma'no. Ama duval bo'lsa avval ijro qilib yani avval cümlesini icra qildi. Avval cümlesini icra qilib keyin shartni tekshirdi. Ikkisiniki shunday megizlik holda farq bor. Duval cümlesini so'zlashimiz mushaga ichi bo'ldi. Bu saat darsimiz musha daxlashdi. Bizniki yana bir eng oxirgi qitimliq aylanishimiz bo'lsa for jumlasi. For jumlasi bo'lsa bir qadar murakkab ham ishlatishi o'zi bir qadar murakkab ammo ishlatish bir qadar atlik bo'lgan jumlalarning birisi. Masalan bunda biz biroq lakinda ham ishni for jumlasi orqali birlab qo'yamiz. Masalan biz oldingi soat chiqargan yana 100 dan boshlanib 0 gacha bo'lgan bütün jupsallarni chiqarish jumlasini biz for jumlasi orqali chiqarib boqaylik. For jumlasiniki ifodasi mundaq. Masalan, for jumlasi undan keyin bo'lsa, dastlabki o'zgarish miqdor, undan keyin shart, undan keyin shu o'zgarish miqdorini cho'ngaytib yoki kichiklatadigan yoki shu o'zgarish miqdorini o'zgartiradigan bir jumla, undan keyin asosiy mashg'ulot jumlalari. Ma'ni
Açıyorum. Bir ton kuray. Bununla for. Adet biz for ne vaqtimizda bo'ldim shu boshqa alayda bir miqdorni for jumlasini sirtida turib biz ina qilmasaqmi ishida bevosita ina qilsak bo'ldi. Ay deganimiz tang bo'ldi. Dastlabki qiymatini men 100 biray 100 yoki bo'lmasa 0 dan boshlasak bo'ldi. 0 biray 0. İkinci ifade bo'lsa, birinchi ifade bo'lsa o'zgarish miqdorini dastlablashtirish ifodasi. Ikkinchi ifade bo'lsa shart ifodasi. Ya'ni aynan qiymati yoki o'zgarish miqdori aynan qiymati 100 ning kichik bo'lsin. Yoki 100 ning kichik yoki teng bo'lsin. Kichik yoki teng 100 bo'lsin. 100 ni o'z ichiga olsin demoqchi yo'qman. 100 ni chiqarib bersin. Har doim buningga uchinchi shartli jumla bo'lsa, o'zgarish miqdoridagi qiymatini o'zgartirgan jumla. Yoki qo'shib bersin, yoki olib bersin, yoki bo'lmasa har doim 2 ni qilib bersin deb. Men azilan 0 dan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarni bir chiqaray. Unda vaqtida o'zgarish miqdor ay deb ham yozib, bu yerga qanday qilaman desa, equal faqat va faqat ay o'zgarish miqdor ay deb shunday yozibdiki basam ish tamom. Masalan 0 dan 100 gacha bo'lgan butun sonlarning hammasini chiqarib berdi. 0 dan 100 gacha bo'lgan butun sonlarning hammasini chiqarib berdi. Ya'ni bunimda 0 to'xtanlar ham olmasın qayta. Ya'ni 0 dan 100 gacha bo'lgan butun sonlarning hammasini chiqarib berdi. Biz bu yerda 3-chi shartni yozmoqdimiz. Har doim 3-chi shart bo'lsa, har doim o'ziga birini qo'shib bersin, birini qo'shib bersin. Bo'lmasa shunday xatolar chiqadi. Buma biz bayangidek yoki o'zgarish kerak, o'zgarmasa shu narsa 0 1 3 4 5 6 deb 100 gacha bo'lgan sonlarning hammasini chiqarib berdi. Hammasini chiqarib berdi. Hamda biz 3-chi shartni yana hozirlamagan vaqtimizda 3-chi shartni hozirlamagan vaqtimizda yana o'lik jumla shakllanib qolib qoldi. Demak, bu yerda ifodani tunishib o'tay. Birinchi ifoda, ikkinchi ifoda, uchinchi ifoda. Mush 3 ifodani men tunishib o'tay. Birinchi ifoda bo'lsa, o'zgarish miqdoridagi qiymatini dastlablashtirish rolni o'ynaydi. Ikkinchi ifoda bo'lsa, shart jumlasi. Yana do while yoki while yoki bo'lmasa if jumlasiga o'xshash shartni belgilaydi. Uchinchi bo'lsa, o'zgarish miqdorining qiymatini o'zgartiradigan. Yoki qo'shib beramiz, yoki olib beramiz, o'zgarish miqdoridagi qiymatini cho'qim o'zgartirish kerak. O'zgarmasa, oldingi soatda bu soat ko'p o'tganga o'xshash o'lik aylanishni keltirib chiqadi. Endi men buni tutib chiqdim. Men 0 dan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarni menga urib chiqarib berdi. Endi 0 dan boshlab 100 gacha bo'lgan jup sonlarni chiqarib bersin menga. Bunda har doim 2 ni qilib bersin bo'ldi. Har doim birini aytib bo'lgandan keyin menga o'zgarish miqdorining qiymatini aslidagi qiymatiga 2 ni qo'shib bersin. Har doim shunday qilib bersin demoqchi. Yoki bo'lmasa buni men ilib bu yerda men ilvatib buni. İlvatdik ama ilvatgan bilan yana biz tuvak yozib qo'ymasak bo'lmaydi. Chunki bo'lmasa avarchilik. Yana oldingi soat biz o'rganib o'tgandagidek o'lik jumla asl qilib kompyuterning qadrini g'ash chiqadi. Yana qo'shni g'ashga. Har doim shu bir jumlani ijro qilgandan keyin menga asldagi o'zgarish miqdorining qiymatiga 2 ni qo'shib o'zgartirib bersin. Bu yerga biz jumla oxirlashda ishdan masalan saqlab etdim. Endi yo'lsam 0 dan tortib 100 gacha bo'lgan 0 2 4 6 degandek shunday sonlarniki butun jup sonlarni chiqarib berdi. Endi men butun jup sonlarni chiqarmay har doim menga 0 5 10 15 deydigan 5 ga butun bo'lingan oxiri 0 yoki 5 dan ham tarkib topgan shunday sonlarni chiqarma desam, o'sha 5 qilsam bo'ldi-ku. 5 qilib saqladim, ijro qilay. Demak bu. Demak bu 3-chi shartimiz bo'lsa, har doim shu o'zgarish miqdoridagi qiymatini o'zgartirish uchun ishlatilgan miqdor. Buni apir biz imkon bor bu yerga qo'ymaymiz. Bu yerga qo'ymay buni naq shartning o'ziga mishaglakda ko'rsatamiz. Albatta bu bunda yozilmaydi. Har doim 5 qilib bersin deb ham shunday yozib qo'ysak ham kifoya xolos. Bu yerga control asini qilib saqladim.
Ma ilvatay. Control S. Cümlede atanla yana bir şart. Her daima 5'ni katıp versin. Ay, bunun hatalaşması gerek çünkü hem şartlı toluk ba. Nenge bu totalna. Mesela müşane koşuklu tep, saklı tep. Hem de işaklay. Hem de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tep hem 100 boğan salan çıkıp koy. Deməçilik bəzəndə şunda ehtiyat qılmısaq qatırdı kompüterni. Şunlaşqa muş forcamısınki ifadələriniki toliq öyrənсәк bo'ldi. Birinchi ifade bo'lsa dastlabki o'zgarish miqdorini dastlablashtirish, yani dastlabki qiymatini belgilash. Ikkinchi ifade bo'lsa shart ifodasi, uchinchi ifade bo'lsa o'zgarish miqdoriniki qiymatini o'zgartiradigan. Ya'ni yoki qo'shib beradigan, yoki ilib beradigan, hatto ko'paytirib beradigan qilsak bo'ldi. Hatto bo'ldigan qilsak bo'ldi. Qanday qilsak o'zgarish miqdoriniki qiymatini o'zgartirib, eng oxirida chiqinib chiqishga turtki bo'lgan bir miqdorimiz shu. Chunki bir programning boshlanishi va oxirlanishi yo'q bo'lib qolsa, bu programni biz o'lik aylanish yoki o'lik davrlanish deymiz. Bu kompyuterning qoldiradigan jarayon. Buni forjimiz chekanda shunashqa ehtiyotchan bo'ladi. Masalan, kompyuterlar qetib qoladi. Bizniki forjimizni so'zlashimiz mushagish bo'lsa, endi biz for cümlesini sözledik, break cümlesi bilen continue cümlesine şundan maslashtirib so'zlaylik. Endi bu oldingi soat biz o'tib o'tgan break cümlesi. Hamda break cümlesi uchun men bir shart yozay. Agarda men bo'lmish 100 ga bo'lmasin, 100 ga olmay, bir 50 ga vaqtida avtomatik o'zi chigirib chiqasiz olmuş for cümlesini desam, bu chaqda agar ayni qiymatda tang bo'lsin, tang bu yerdagi silishtirish belgisi qiymat bo'lishimiz emas, bu yerda çok yozilganmish yoki tanlikni ichki qiluvdi. Silishtirish belgisi tanlik qiymat bo'lishimiz emas. 50 tang bo'lsa, bu chaqda break. Aldılar men bir equal. Men bu yerga endi taqnalay. Taq, yalan. Aynan qiymati 50 ga tang shunga chigindiq. Hem bu yerga break cümlesi. Break cümlesi her daim insanlarda bo'lsin. Navbatdagi mushu butun bir jumladan ne qaplagan bo'lsa, agar if qaplagan bo'lsa, if jumlasidan if for qaplagan bo'lsa, buni hozir qaplagan jumla qandaysa for qaplatadi. For qaplagan bo'lsa for jumlasidan chekinib chiqish. Mushu bir jumladan to'liq chekinib chiqishni ko'rsatadi. Endi men buni ijro qilib ko'rsatay. İşte qilsam bizga oldingi qitimda yana 0 dan boshlanib 100 ga chiqargan bu qitimda bo'lsa 0 dan boshlanib 50 ga chiqibdi. 50 ga chiqargan keyin 50 ning ayni qiymati 50 ga teng shunasi chekinib chiqdiq deb chiqarib berdi. Biz demakchilik breakningki qiymati shundoq. Hamda yana bir jumla bo'lsa continue. Continue bo'lsa navbatga mushu bir qitimliq faqat bir qitimliq davrinishdan chekinib chiqdi. Devrini çekip çıktı. Agarda mesela agar ayni qiymatda 25 bo'lgan vaqtida o'zgarish miqdor ayni qiymatda 25 bo'lgan vaqtida 25 bo'lsa o chaqda menga bundaq qilib bersin. Equal bu yerga men e'lon qilay. Ayni qiymatda 25 tang. Şuna çıkmaydı. Haydi. Lep continue. Continue hatalı qilibdi.
Qalanlar aşı xatta bo'lib qolgandikilar ochiq so'zlar odatda mandaq mau nimran deymiz shuni. Ama ikoniki ma rangida chiqdi. Agar ochiq so'z bo'lmay mandaq harflar bo'lsa ma'ni holatda. An odatdagi shart jumlalar bo'lsa mandaq qoralat chiqadi ekan. Shundan men xato qilganman, ochiq so'zdan xato chiqqan amal lakinda shuni his qilsanlar bo'ldi. Continue. Endi buni men saqlab o'tib ijro qilay. Buni ijro qilib kelib 25 kelib 25 kelgandan keyin 20 oyni qamti 25 shunga chiqmaydi. 26 da aylantirib turibdi. Faqat navbatdagi bir tal davrinishni lam to'xtatdi. Bütün cümleden çekilip çıkmaydı continue bo'lsa. Mesela ben hazır maqulumda çoqum maqulumda. Şu malın üstüge bilsem hazır çıkıdığan ama mazmun o'xshash bo'lmaydi. Mesela hazır 25 chiqib qoldi qalanlar. Mening maqsadim 25 ni chiqarmaslik. Ya'ni shu davrinib kelib 25 bo'lgan vaqtida men buni 25 chiqarmay 24 26 deb o'tib ketmoqchi. Ammo 25 men hozir chiqib qoldi. Nima uchun chiqib qoldi deganda chunki bu chiqish bo'lsa oldidan to'xtash bo'lsa keyinda bo'lgan shunga chiqib qolgan. Men buni kesib ilib hamda chaplay. Endi qilaylar. Buni saqlab o'tgandan keyin ijro qilay. Ijro qilsam endi 24 kelib ayning qimati 25 shunga chekinib chiqdik. Oxiri 26. 26 dan boshlab men 50 bo'ldi. 50 ning qimati ayning qimati 52 dan bo'lg'achqa chekinib chiqdik. Demakchilik ama hozir qalanglar. 25 bo'lgan vaqtida faqat hozir 25 dan chekinib chiqdi. 24 ni ijro qildi, 26 ni ijro qildi. Bu continue'ning xususiyati. Ya'ni continue bo'lsa navbatdagi faqat bir lam. Faqat bir qitimliq aylanishdan, bir qitimliq davrinishdan chekinib chiqdi. Bir qitimliq davrinishdan chekinib chiqdi. Break wascha bütün davrinishdan chekinib chiqdi. Bütün davrinishdan chekinib chiqdi. Demek shundaq ikki xil usul bor. Yana continue bo'lsa faqat mush bir qitimliq davrinishdan chekinib chiqdi. Break bo'lsa bütün davrinishdan chekinib chiqdi. Endi yana bir xil ahvol umuba onu men exact cümlesi. Yani mishak alay bunu bo'lsa exact. Yani bunu bo'lsa mush birinchi shu mush jumla. Buma cümlenin kurulmasının çıkıp çıkış. Yani bu mesela mayada exact bilan hamda men qalanlar. Ma breakning farqi. Men miyaga equal member deb mushuni chiqib qo'y. Hamda bu control asini bisitib ijro qilay. Ijro qilgan vaqtimda member deb chiqdim-ku. Eng oxirida member deb chiqdim. Bu break cümlesini ijro qilib, break cümlesi faqat for cümlesini chekinib chiqdi. Ammo for cümlesini chekinib chiqqan bilan for cümlesining keyindagi jumlani ijro qildi. Masalan, member degan jumlani ijro qildi, bat chekinib chiqdi. Endi exact cümlesi bütün mushu navbatdagi batdagi bütün hamma programmani to'xtatdi. Dal to'xtatdi, qatdi. Keyindagi programmani ijro qilmaydi. Oldida ijro qilgani hisob, keyindagi ijro qilmaydi, navbatdagi programmadan chekinib chiqdi. Masalan, hozir eng oxirida manbani chiqarish to'g'ri bo'ladi. Ammo exact cümlesini ishlatgandan keyin bütün bir jumlani oxirlashtirdi. Masalan, 50 ni oxiri keldik, manba degani chiqmaydi. Nima chiqmaydi? Exact cümlesini ishlatdik. Exact cümlesining roli bo'lsa, bütün cümleni oxirlashtirish. Bütün yana batdagi bütün. Break bilan continue bo'lsa faqat davrinishlam ishlaydi. Davrinishga masalan for jumlasiga yoki bo'lmasa
dual cümlesinde ya komsa switch cümlelerdiler işleydi. Yani davranış cümlesi işleydi. Exit boşça bütün şu bet kodның hemen toxtudu. Bütün bet kodның hemen toxtudu. Demek şu continue break exit 3 cümleге rolni bilib olsak bo'ldi. Hamda bizniki bu soatga yana cümleni kontrol qilish qurilmalarini so'zlab o'tishimiz musha tugida darslikning oxirida yana qistirilgan bir qancha darslik bor. Buni biz klass atmashlab